Akalar, assalomu alaykum. Bugun 21-yanvar 2026-yil. Xudo xolisa mana shu traktorimiz sotiladi mana. Akalar, mana baloni. Oldi baloni ham yangi akalar, mana. Oldi 28 radnoy baloni. Bilganlar bo'lsa biladi. Motori akalar. Motori vallari zavodskoy bo'yicha, zavodskoy hali shilinmagan. Shu yangi o'zini ishlagan motordagi valni ochib, gilza porshun bosib qo'ydik yangi. Bilganlar biladi akalar. Statori bor, aybi akkumulyatori yo'q. Mana orqa balonlari yangi. Xudo xolisa traktorimiz yili 2089-yil. 989-yil. Xudo xolisa orqa balonlari. Mana orqa ko'rinishi akalar mana. Belarusda orqalarini qo'yib qo'yganmiz. Traktorda holati. Ishga tayyor. Nomeri eski nomerdan. Mana ichki holat akalar. Mana borini bor qilib ko'rsatyapmiz. Mana holatda. Endi biz bog'larimiz bo'ldi. Biz bunga muhtojligimiz qolmadi. Traktor holati soz, ishga borib ishlatishlar mumkin. Traktorimizga qo'shimcha Xudo xolisa pirsepi bor, mana. Pirsepi mana shu ko'rinishi mana. Ozgina qiladigan ishlari bor. Mana baloni, bitta baloni. Mana ikkinchi balon akalar. Ko'rinishi. Pirsepimiz mana ichi. Chipcha mehnati bor. Stopisalarni ham, pachevniklarni ham yangi qo'yib qo'yganman, to'ralasini ham. Akalar. Mana orqadan ko'rinishi. Pirsepimiz orqa baloni mana. Bir, ikkinchisi, uchinchisi, mana to'rtinchisi. Mana pirsepni yonboshdan ko'rinishi akalar mana. Mana ko'rinishi mana shu. Endi bunga qo'shimcha bitta 70 ga kultivatsiyamiz bor. Shuni ko'rsatib qo'yaman. Endi biz bloger emasmiz. Biz boricha olamiz. Mana 70 lik kultivatsiyasi bor. 70 lik kultivatsiyasi ishlov beraveradi qatorlarga. Mana agat bor akalar. Agatlari uyda turibdi. Ham chizil, ham agat qilib ishlatsa bo'laveradi. Akalar, rahmat ko'rganlaringiz uchun. Traktorimiz bahosi 40 million so'm.